tarkiblarni tanishtirishni boshlayman. Demak, o'yin boshlandi. Kecha demak Nasaf Qo'qon 1912 jamoasini mag'lubiyatga uchratuvchi 0, Mash'al Xorazm 0-3, Andijon Sho'rtan hozircha 2-3 va biz Sog'diyona hamda Surxon jamoalari o'rtasidagi o'yinga Xudoyberdiyev. Uchrashuv Jizzax shahridagi Sog'diyona markaziy stadionida bo'lib o'tyapti. Andreyevdan uzatma, xavfli, qanday gol hozir guvohi bo'lyapmiz do'stlar. Bu qanday gol? Stanislav nimalar qilib qo'yding? Dastlabki daqiqalarda yo'q, ikkinchi daqiqada Stas deyishadi Stanislavni. Bizga uni ko'rsatinglar hozir. Qani Andreyev? Qani Andreyev? Darvozabonning ustidan mana Andreyev jamoa sardori. Mana uni ko'rib turibsiz. Andreyev gol urmadi, lekin yaratib berdi. Asosiy ishni qildi. Qani, qanday chiroyli uzatmami bu yo zarbami bu? Voy, qanday chiroyli gol. Mana bu endi darvozabonning ham xatosi qo'shilib ketdi. Tezkor gol ko'rdik. Va o'sha gap Albaniyaning futbolchi Karpenko, jismoniy tayyorgarlik murabbiyi Aleksey Nikolayev. Shokor Baxtiyor Mirsagatov. Mayli, to'laligicha aytib tanishtirib o'tdim. Darvozabon ham bir baxya qoldi to'pni chiqarib yuborishiga. Mana shu jihati bor do'stlar. Agar himoyachilar mana qo'pol xatoga yo'l qo'yishni boshlasa, bu boshqa o'yinchilarga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Zarba 2-0. Nimadir bo'ldi do'stlar. Men albatta uzr so'rayman surxondaryolik futbol ishqibozlaridan. Nimalar bo'lyapti? 10-daqiqa 2-0. Nimalar bo'lyapti? Qanday qilib bunday o'tib ketish mumkin? Bilasizmi, hozir Sog'diyona jamoasi a'zolarining kombinatsiyasiga gap yo'q. Bir-birini tushunib harakat qilayotganiga. Mana bunday texnika mo'jizalari Jasur Jaloliddinov buni bunday tarzda futbolchilarning o'tib ketishi Javohir Qahramonovning 24-oktyabrda Qizilqum Dinamo o'yin ham bor. 25-da Sho'rtanevchi o'yin qoidasi buzildi, sariq kartochka. Ikkinchisimi? Ikkinchisi. Hali esingizda bo'lsa, bitta vaziyatda sariq kartochka olgan edi. Do'stlar, bo'ldi, taqvimni to'xtatib turamiz. Shunchaki keyingi turda muhim o'yinlar bor degan ma'noda aytayotgan edim. Chunki Bahor Nasaf o'yini bor. Hop, bu sariq kartochka 100%. Bu 100% sariq kartochka va Sog'diyona maydonda bir kishi juda ko'p bo'lgan. O'yinning eng yaxshi futbolchisi deb juda ko'p topilgan. Mana o'yinni davom ettirsa bo'ladi. Agar Doriyev hozir borib gol urib kelsa, o'xshamada zarbasi. Lekin vaqtida zarba bermoqchi bo'ldi, faqat yuqoridan. Agar to'pni darvozabonning ustidan o'tkazib gol ura olganida o'xshamadi. Shunchaki pastdan ketib qoldi. Doriyev birinchi o'ringa chiqqan bo'lardi. Mana shu oxirgi 5 daqiqada aytdim, o'zgarishi mumkin. Darvozabon ham yaxshi o'ynadi. Zarba va gol. 2-1. 4 daqiqa intriga. Nihoyat gol urishdi Surxon jamoasi a'zolari. Vaqtliroq urilganda biz boshqacha tempda o'yinni kuzatgan bo'lardik. Chunki Surxon yanada tempni oshirib bergan bo'lardi. 2-1. Kutilgan gol Fevzi Davletov tomonidan ko'kragi bilan to'xtatib, darvozabonning ustidan ham to'pni o'tkazdi Sarvar Abduhamidov. Zaxiradan maydonga tushgan o'yinchi. Mana aql bilan ish ko'rilsa, maqsadga erishsa bo'ladi. 2-1. Ketdi himoyachidan va darvozabon shoshilyapti. Ot. Yo'q, o'ziga tashlab, o'zi oldinga qarab boryapti. Vaqt kam qoldi. Tep oldinga chaladi hozir Tantashev. Bo'ldi.
Bo'ldi, tugadi do'stlar, tugadi. Ilgistan Tashkentning final qishdagi chalindi. So'g'diyona Surxon jamoasini 2-1 hisobida mag'lubiyatga uchratib, o'z hisobidagi ochkolar sonini oshirib oldi. 31 ga yetkazib olishdi. Do'stlar, shuning eng yaxshi futbolchisini aniqlaymiz, yoki Doriyev yoki Ivanovich deb aytgan edik. Keling